xona 3 xona tayyorlangan kvartiramiz. Akalar, sizlarga shunaqa chiroyli kvartira ko'rsatib o'taman. Bu kvartirani ko'rganingizdan keyin boshqa kvartiraga havasingiz kelmay qoladi. Shahrimizning Kanechka, eski Melodiya territoriyasida birinchi qavatdan 2 xona 3 xona tayyorlangan kvartiramiz, двухсторонний proyekt holatdagi uyimiz tayyorlangan, chiroyli remont qilingan uyimiz sotuvga chiqyapti. 83 kvadrat, kattagina hol qismi, zaldan boshlab ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli aboychalar, high-tech MDF eshiklar, chiroyli lyustralar, gipsokarton natijnoylar, o'rtada televizorlari bilan birga hamma devorimizni hamma yo'g'ida moldinglar bilan ishlov berib o'tilgan. Bu tomonda sanuzul 60 ga 120 metall granitlar, litiy unitaz, akril vanalar, stack simistitlar hammasi original o'rnatilgan ekan. Kattagina oshxona, oshxonamiz ham oshxona ekan o'zi ham. Kotyolari qo'yilgan, to'pi pollargacha qilib qo'yilgan ekan. Oshxonaning kattaligi zaldan katta e'tibor bering. Sanuzul qismini ko'rsatib o'tdik, ya'ni spaynasiga navbat. Katta keng yorug' spayna qismi. Aynan sizlarga yoqadigan mana shu kvartiramiz. Narxini egalari 51.900 dollar deb baholayaptilar. Ozroq summada kelishtirib, arzon qilib beriladi. Qari ota-onamga olib beraman degan niyat qilgan akalarimizga mana shu kvartira sizlar uchun zo'r, qulay taklif.